WhatsApp nega qandaysizlar do'stlar? Bugun sizlar bilan modlarni obzorini qilib ko'ramiz. Yoqqanini Telegramdan ham topib olsangiz bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi bo'lib buni qo'shib ko'ramiz. Another future add-on. Qani bo'lmasam kirib ko'ramiz. Ketdi bo'lmasam. Xullas bizani qo'limizga bitta kitob berdi. Qani bo'lmasam bu kitobni ochib ko'ramiz. Mana ochildi. Qani buni ko'raylik. Birinchi menimcha uzoqroq joyga borib ko'ramiz. Ochiqroq joyga. Bu yerda qanaqa yasash kerakligi o'rgatilgan. Birinchi ko'raylikchi nima qo'shilibdi. Mana qiziq narsalar bor. Dekoratsiyaga juda ham yaxshi. Agar buni olmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimda dan topib olsangiz bo'ladi. Uni kommentda qoldiraman. Bu yerda soatlar bor. O'tirishga stollar bor. Kerak bo'lsa musor ham bor. Misol uchun bitta eshik, bitta shkaf, bitta soat, bitta yana shkaf, bitta gul qo'yishga narsa bilan, bitta kreslo olsak. Bu yerda parda ham bor ekan. Qani ochib ko'rdik. Endi qo'yib ko'ramiz. Mana ichida yaxshigina joy bor. Keyingisi parda. Mana bu. Parda mana oynaga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bu kreslo. O'tirsa bo'ladi. Mana bu ham daraxtdan hozir. Mana bu ham daraxtdan yasalgan. Buni ham o'tirsa bo'ladi. Mana uylarni dekoratsiya qilayotganingizda katta foyda beradi. Va boshqa narsalarni ham obzor qilishga ulgurmasam ham mana bu narsalar asosiydir. Bu yerda gulni qo'yish kerak. Qani ko'raylikchi, gul qo'yib ko'raylik. Xo'p. Mana misol uchun gul oldik va qo'yib ko'ramiz. Mana gul ekib qo'ysak bo'ladi. Va bu yerda ko'rsatilgandek mana shu modni Telegram kanalimdan topib olsanglar bo'ladi. Bu yerda svet ham bor ekan kechqurungi. Va mana bu yerda bolta ham bor ekan. Bu menimcha bu mana bu yerda yozib qo'ygan ekan. The furniture hammer can be crafted with sticks, planks and slabs. Buni rangini o'zgartirish, boshqacha variantga o'zgartirishda ishlatsa bo'lar ekan. Ayyo, hozir. Qani ishlatib ko'raylik. Ya bu menimcha shunchaki buzyapti. Keyin o'rgan olsa bo'lsa kerak menimcha. Qani yana bitkazmasa ekan. Xo'p. O'zingizlar kommentda yozib qoldirasizlar mod qanaqaligi haqida. Keyingi modimiz Actions and Stuff.
uni ham qilib ko'ramiz. Xo'p, mana biz bu modni yukladik. Tog'dan turib qolamiz. Bu mod teksturani yangilaydi. Mana daraxtlarni chiroyli qilgan va kiyimlarni ham ajoyib qilib beradi. Bu hayvonlarga animatsiya ham qo'shgan. Misol uchun tuxumlarni olib ko'ramiz. Tuxum olamiz. Molni tuxumi va qo'yni tuxumini olib ko'ramiz. Qani, sinab ko'ramiz. Mana misol qimirlashi mana chiroyliroq qimirlaydi va buning ham qimirlashi o'zgargan. Qo'yda ham o'zgarish bor. Bu hozir yangi versiyalari ham bor. Buni ham yuklab ko'rsangiz bo'ladi. Telegram kanalimda bor hamma ma'lumot. Va bu yerda otga ham chiroyliroq kiyimlarni teksturasini o'zgartirgan. Va mobilda yangi versiyaga o'tmagani uchun bunaqa narsalarni qila olmagan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'g'rilarni rangli qilib qo'ygan. Buni konda tushib topishingiz oson bo'ladi. Va bu modni yuklasangiz, zombilarning ham harakati boshqacha bo'ladi. Mana bu zombini harakatini qarang. Skeletning ham harakati o'ziga mos. Mana orqasidan chang qoladi. Nimadirni buzsangiz yoki bunday sakrab tushsangiz, chang orqangizdan paydo bo'ladi. Va ko'mir shunaqa narsalarni o'zgartirgan. Ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.